Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum narod, assalomu alaykum rебята. Qozog'iston, O'zbekiston. Biza Otajon Bratishka bilan Qozog'istonda, ya'ni Qozog'istondamiz. Barchalaring kecha videolarni ko'rgan bo'lsanglar, multida o'lgan degan videolar joylagan edik. Biza hech qanday u qizga yomonlik emas. U qizni rostdan ham sevaman. Umrim oxirigacha sevaman. Agar rozi bo'lsa, uylanish taklifini ham beraman. Zarracha ham ko'nglimda u qizga yomonligim yo'q. Kecha juda ham ko'pchilik piarda o'ylashdi, juda ko'pchilik o'lgandan xursand bo'lishdi, juda ko'pchilik o'sha qizi o'lmasin deb duolar qilishdi. Meni bitta maqsadim bu TikTokdan chiqib ketdi. Sababi nima uchun? TikTokda u qizga yetarli darajada paddashga bo'lmadi. Juda ko'pchilik insonlar paddashga qilmay qo'ydi, ya'ni unutishdi. Men uni o'ldirmoqchi emas, men uni tiriltirmoqchi edim. Men asl maqsadimga keragidan ham ortiq erishdim deb o'ylayman. Sababi juda ham ko'pchilik multida izladi, istadi, qidirdi. Meni niyatim ham, meni maqsadim ham shu edi. Multik videolarimni ko'rayotgan bo'lsang, TikTokka qayt. Men Qozog'istondaman. Agar ko'rishga, agar gaplashishga xohishing bo'lsa, turmushga chiqishga ham xohishing bo'lsa, men senga uylanishga ham tayyorman. Men seni rostdan ham sevaman. Senga yomonlik bo'lishini hech qachon xohlamayman. Men seni chin yurakdan sevayotgan dunyoda bitta inson bo'lsa, o'sha ham men bo'laman. Ukajon, u qizga bizani umuman yomonligimiz yo'q. Umri uzoq bo'lsin. Bizani u qizga nima qilgan bo'lsa, yaxshilik bo'lsin deb qildik. Mana akam bilan gaplashib, bitta narsa, odamni holidan xabar olginglar kelsa, uni o'lishini kutmanglar. Hozir tirikligida bitta SMS yo telefon qilib yo uyiga o'tib, holdan xabar olib qo'yinglar. O'lganda bu videolar aza tushish shart emas. Bu videolar sizlar ham dars bo'lsin. Yaqinlaringni, ota-ona yaxshi ko'rgan insonlaringni o'lganidan keyin emas, tirikligida qadriga yetinglar. Har bir nafas, har bitta deb olayotgan havoyimiz g'animat bo'lishi mumkin. Salomat bo'linglar. Hozir o'lish mumkin. Lubba odam, manmi, sizmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, odamni tirikligiga qadriga yetish kerak. Joninglar sog' bo'lsin.